Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida kasalxonada davolanayotgan bemorni analizlar, ya'ni tahlillarga yuborishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimidan shifokor moduliga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan kasalxonaga qabul qilish paneli ustiga bosamiz. Bu yerda bir nechta bo'limlar mavjud bo'lib, bular yo'llanmalar, jarayonda tugallangan hamda bekor qilingan bo'limlari. Jarayonda bo'limi ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek davolanayotgan bemorlar ro'yxati ko'rinib turadi. Kerakli bemorni qidirish uchun bemorni qidirish maydoniga bemorning ismi sharifini kiritgan holda qidirishimiz, sanasi bo'yicha qidirishimiz, bo'lim bo'yicha qidirishimiz hamda davolovchi shifokor bo'yicha ham qidirishimiz mumkin. Kerakli bemorni topganimizdan so'ng ko'rish tugmasi ustiga bosamiz. Kasalxonaga yotqizish to'g'risida ma'lumot oynasi ochiladi. Bu yerda pastda bir nechta bo'limlar mavjud bo'lib, bemorni analizga yuborish uchun analiz tugmasi ustiga bosamiz. Analiz oynasi ochiladi. Bu yerda analizni nomini kiritgan holda qidirishimiz mumkin va analizlar nomlari bor. Kerakli analizlarni ustiga bosib, kerakli analizlarni tanlashimiz mumkin. Barcha kerakli tanlangan analizlar pastda tayinlangan bo'limida ko'rinib turadi. Shundan so'ng pastda joylashgan bemorga tayinlang tugmasi ustiga bosamiz. Analizlar bemorga tayinlandi. Bemorni analizga, ya'ni tahlillarga yuborish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.